Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanal kuzatuvchilari, aziz obunachilar. Xudo xolasa Tojikiston Ashtdan Muhammadjon akam, qaysi qishloqdan Muhammadjon aka? Oqshaba qishlog'idan keldingiz aka. Bu joyga bir 2 marta kelishingiz aka, ikkinchi marta. Mana endi yana zo'rdan oldim apparatni. Changimaydigan. Ajdar bu ham, nomi Ajdar ekan buni ham zo'r. Ha, changimaydigan, mahsulotni uvol qilmaydigan, qopga joylab beradigan, bemalol mana. Mana ustidagilar turibdi, siklonlar albilar. Ha, mana ko'rsatib qo'ying. Apparatlar turibdi, siklonlar yuklab berdi. Bemalol mana yaktada ishlarasiz, endi oq ko'ylakda deganday. Ha, o'sha oq ko'ylakda shuna klapga bossangiz ham changimaydi, tozagina ishlaysiz. Bundan keyin yana bundan zo'rlardan hisob qo'ying. Men kelib olaveraman. Yangi chiqsa yangisini olaveraman. Xudo xolasa aka. Bu safar endi Yangilikni olaveraman. 200 ming qilib berdi. Endi keyingi safar 3 bazalikdan qilamiz endi. Xo'p. Keyingi safar 3 bazalikdan qilib beramiz mana. Muhammadjon akamga. Ha, 3 bazalik kattalikdan qilib beramiz. Muhammadjon aka, unaqa mishalkalarimiz ham bor mana. Aravali qilib qo'yganmiz aka. Ha, mana aka. Aravaga tushadi, mana aralashgan mahsulotlar mana ko'rishingiz mumkin. Yem mishalkada aralashgan mahsulot bu joydan ochiladi tagin, aravaga tushaveradi. Yemni molxonachiga solib beramiz, aka. Ha, yetalab boring, o'sha yerda beraverasiz aka. Juda ham qulay. Xudo xolasa oddiy, misol uchun bundan boshqa aravalar ham qilyapmiz. O'zi to'kaydigan aravalar ham qilyapmiz aka. Bu ham xudo xolasa 15 ming TL qoladi. Aha. Biz olaveramiz. Xudo xolasa. To'xtamang. Xudo Bugun xolasa. chiqsangiz, erta qaytib chiqsang buni. Xudo xolasa. Qo'shimcha qo'shib ketaylik. Hurmatli obunachilar, mana kimgadir shunga vakuum dravkalar, bunaqangi mana sifatli mana ko'rishlar mumkin. Polni yangi materialdan bo'lgan kiyim miksovakada mana kraskani ko'rishlar mumkin. Yaltirayapti mana parashkoy kraska bo'ladi, oddiyda emas. Qimmat kraska yepiladi. Setkalari ham bunaqa yonidan chiqib tushadi, yonidan haligi. Tepadan qo'yilgan emas. Buni ochmasdan turib aka. Ha, yonidan bemalol. Yonidan Muhammadjon aka mana shunaqa bo'ladi. Yonidan chiqib turadi. Mana shu chiqib kirish ham mana shu ma'qul. Ha. Mana Yonidan yangilik chiqib turadi. zo'r bo'libdi. Bag'na shu o'tmaydi. Zo'r holatda mana. Bo'ldi, rezinkadan berasanmi? Yo'q, rezinkadan beramiz, tog'amiz bonus beramiz rezinkasidan. Mana hurmatli obunachilar. Ko'rishlar mumkin. Dravkamizda cheklanmagan miqdorda bor mana. Olib kelib qo'yganmiz. Ichkarida mana taylab tashlaganmiz, hurmatli obunachilar. Bemalol past raqamdan qoldirib ketamiz. Naql bo'lsa aloqaga tushirasiz, dastavkasi berib, uygacha yetkazib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'yasiz, yoqqan bo'lsa. Mayli tog'a, yaxshi tuvanlar, yaxshi kunlar yashadinglar. Mayli. Xo'p, bergan pulingizga rozi bo'lib qo'ying. Biz ham barakat topaylik. Ammo yangilik qiling. Aha. Bugun chiqsangizmi, ertaga qaytib chiqasizmi? Yana yangisini chiqingiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Bitta narsa qo'shimcha qiling. Harakatdan xudo xolasa. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Charchamangizlar, qo'lingizda dard topmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Eson-omon yana yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Ha, molimiz bizniki ko'payaversin. Yana apparatni ko'paytiraveramiz ham. Xudo, yangi yillar ko'p bo'lsin, ha? Ha. Alaka.